Assalomu alaykum aziz muxlislar. Ba'zi kishilarning sochlari kutilmaganda to'kila boshlaydi. Jismonan toliqqanda, asablar charchaganda, kayfiyat buzilsa ham soch to'kiladi. Bu holda sochning ildizini baquvvat qiluvchi turli vositalardan foydalanish mumkin. Jumladan, uzum sirkasi va suvning teng miqdoridagi aralashmasiga 100 gram qichitqi o't solib, yarim soat qaynatiladi. Qaynatma sovigach, dokadan o'tkazilib, olib qo'yiladi. Undan hafta davomida foydalanishingiz mumkin. Eritmani bosh terisiga qo'l bilan ishqalab surtsangiz, yanada foydali bo'ladi. Agar sochingiz o'ta yog'li bo'lsa, sovun o'rniga quruq xantaldan foydalaning. Biroq uni doimiy ravishda qo'llash mumkin emas, chunki bunda bosh terisi ta'sirlanib qoladi. Boshqa usul: bir osh qoshiq o'simlik yog'i bilan bitta tuxum sarig'i aralashtiriladi. Aralashma bosh terisiga surtilib, sochiq bilan o'rab qo'yiladi. Yarim soat vaqt o'tgach, sochlarni sovun ko'pigida yuvish va yumshoq sochiqqa artib quritish lozim. Yana bir usul: davolashdan oldin soch ustara bilan tagigacha qirib tashlanadi-da, mayda qirg'ichdan chiqarilgan 5-6 ta piyoz bo'tqasi toza qirilgan boshga qo'yilib, surp ro'mol bilan o'raladi. Bu muolajani to boshdan yangi qora sochlar o'sib chiqquncha har kuni kechqurun 1 oy davomida qo'llash lozim. Piyoz yangi hosildan bo'lishi kerakligiga e'tibor bering. Xayr, sog' bo'ling.